edi ukajon? Hammasini olmoqchiman. Ha? Nima? Nima qilasan hammani? Assalomu alaykum. Xo'p, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Nech puldan makaji qora? 5000 dan kelishtirib bering. Oxiri 5000 ga. Bu 5000 dan ham qimmat ekan-ku. Ikkita, yo'q, 3ta dan bering. O'zi nechta bu yerda? Nechta? 50 ta chiqadimi? Nima edi ukajon? Hammasini olmoqchiman. Ha? Nima? Nima qilasan hammani? Tarqatami? Tarqatasiz. Ha? Xalqqa qutmushlasa nech pul bo'ladi? 300 ming. 300 ming? Qanday olib ketasiz? Sanang. Ishonaman sizga. Bo'ldi. 500 ming berdi. Nimaga? Qimmatroq olyapman hisobiga bitta duo qilib qo'yasiz. O'zi aslida duoni so'ramaydilar-ku, lekin men shunaqa odatim bor, duo so'rayman. Buni nima qilasiz? Buni men emas, siz xalqqa tarqatasiz. Rahmat. Yep. O'zim pulim o'zimga yetadi. Men pulni beryapman makajo'xorni. Bo'lmasa olib keting. Tarqatasiz. Undan nimaga ololmayman. Nimaga? Yo'q. Qay makajo'xorni pulini o'zini bering. 60 ta dedingizmi? 240 ming bo'ladimi? Mana 240 ming bering. Mana qarang. Ziyodroq bo'lishi mumkin. Mana uni oling. Odamlar tarqatsam olmaydi ukajon. Nimaga? Olmaydi, yo'q. Bunday qilib. Nech puldan deb keladilar? Pulini berayotgan paytda bu sizga bepul deb berasiz. Olmaydi. Shu bugun shunaqa niyat qilib chiqdim deng oladi. Olmaydi. 1000 so'mdan soting. Shunday qilsa oladimi? 1000 so'mdan 2000 pulni olavering. Farqi nima? To'g'rimi? Bergan pulingiz yaxshi ishlarga nima qilsin? Amin. Ishlaringiz o'ngidan kelsin. Rahmat sizga. Sog'lik bersin, salomatlik bersin. Rahmat. Har doim bunaqa nima bo'lib Ehson qiluvchilardan. Allohu akbar. Katta rahmat sizga. Siz doim shu yerda bo'lasizmi? 10 ming sotaman. Menga ham nimasi kerak emas. 10 ming sotsam ketadi. 10 mingdan, ha? Bersam odamlar ko'p. Podozrение qildi, ha? Конечно. Bo'ldi. Katta rahmat.